Assalomu alaykum azizlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, aziz qadrdonlar. Sizlarga bir murojaat bilan chiqyapman. Bu murojaat yaqinda siz azizlar uchun torpeda nomi bilan mashhur, jigar uchun o'ta foydali bo'lgan bir giyoh taklifi bilan sizlarga taklif qilgan edim, tavsiya qilgan edim va bugungi kunda u Bia Tornado nomi bilan sotilayotgani, uni alohida nomer orqali telefon qilinglar, ishonchligidan olinglar, chunki ishonchsizi ko'payib ketdi. Juda ko'p bunga o'xshagan narsalarda odamlar shikoyat qilyapti. Ba'zi odamlar o'sha Torrento deganini olyapti ekan, o'sha Torrento degani ko'proq asosiy torpeda shu deb sotyapti ekan. Juda ko'p shikoyatlar kelib tushyapti. O'zimizga ham, bizni ba'zi guruhlarimizda shikoyatlarni yig'ishyapti. Kasal bo'lib qolishib, damleniyasiga, boshqa narsasiga ta'sir qilib, juda muammoga kirib qolishyapti. O'shaning uchun alohida yana bir ta'kidlamoqchiman. Jigar mavzusi bo'yicha avvallari torpeda nomi bilan mashhur, hozirgi kunda Bia Tornado nomi bilan sotilayotgan original mahsulotni olinglar. Men hozir telefon nomer qo'yaman, o'sha nomerga telefon qilinglar, o'sha nomer orqali olinglar. Boshqa odamlar, kimlardir, men bilmayman kimlar, o'sha Torrento nomi bilan, boshqa qanaqadir nomlar bilan bu eski Tornado mana shu, torpeda mana shu deb sotayotgan bo'lsa, ishonmanglar. Asosiy Abror Muxtor Ali reklama qilgan shumi deb so'rang telefon orqali. Telefonda siz azizlarga uni tushuntirishadi. Sizlar uchun balki yetkazib berish xizmatlari ham bor. O'zimiz foyda ko'rganligimiz uchun sizlarga tavsiya qilgan edik. Uni ichida bir qancha mahsulot bor, 14-15 ga yaqin mahsulotdan qilingan. Bu mahsulotlarni sirrini faqatgina men sizlarga qo'ygan telefon orqali murojaat qilgan odamlar biladi. Bu telefondan boshqa odam torpedani asl sostavini bilmaydi. O'shaning uchun nomini Torrento bu narsa qo'yib olib xalqqa sotayotganlar ko'p odamlarning sog'lig'iga muammo tug'dirib qo'yapti. Va hatto shunaqa narsalarni ko'rdim. Avval o'sha torpeda mahsulotini ichib tuzalgan odamlarga videolarini qo'yishib, mana shu bizikini ichib tuzalgan deb soxta narsani tiqishtirishyapti ekan. O'shaning uchun men ogohlantirish ma'nosida siz azizlarga bu murojaatni qilay dedim. Zarur bo'lgan uchun buni tezroq jonli efirda aytib qo'ya qolay dedim. Telefon nomer qo'yaman. O'sha nomer orqali torpedani hozirgi kunda Bia Tornado nomi bilan mashhur bo'lgan mahsulotni jigar uchun olinglar. Jigarga o'ta foydasi bor. Foydalaninglar, qanday qilib tayyorlashlikni sizlarga o'rgatishadi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.